Assalomu alaykum azizlar. Biz 8 ta tandir bilan joyga kelib xizmat ko'rsatamiz. Iftorligiga og'iz ocharga, xudo xolasa mana bularni yoqamiz, tayyor yoqishga. Bizani kuzatib turinglar. Xudo xolasa ishlarimizni ko'rasizlar. Bu yerda 3 tasi qoladi, qolgan hammasi dastavka bo'lib ketadi 5 tasi. Bismillah deb tandirlarimizni yoqishni boshladik, xudo xolasa. Bizlar mana birin-ketin xudo xolasa tandirlarimiz qizyapti. Mana buni ozgina sovutib yuboramiz. Yoqib qo'yganmiz. Azizlar, bu yerda mana kunjut surilyapti nonlarimizga. Bularning hammasi go'shtli. Bu durdali sariyonliklarimiz. Mana bu yerda yong'oqliklar, xudo xolasa bu ham ancha ko'tariladi. Bismillah deb xudo xolasa go'shtli nonlarimizdan boshlaymiz yopishni. Mana xudo xolasa 6-tandir yopamiz. Bismillah deb boshlab oldik buni ham. Oxirgi tandirni ham yopib bo'ldik, xudo xolasa 8-tandirni. Bu yoqda bolalar somsa yopishyapti. Ish shahar somsalari, zarqaynari. Nimaling somsalar? Go'shtli avashno. Go'shtli avashno. Mana bu avashno, ya? Ha, dumaloq go'sht. 3 ta tandirda somsa, xudo xolasa. Karvinchi akalarning mahoratligi, bunga ham anchagina mahorat, bilim, qanaqadir etika, estetika narsalarni yaxshi bilish kerak-da, misol uchun. Qaranglar, chiroyli bo'lib turishini, fruktalarni. Bu yerda tropik, subtropik nimalar, mevalar. Akalar bu yerda cho'tki qilib bezashyapti. Mango shakli aka bu. Mana. O'zi hidi ham zo'r chiqyapti bor. Hop, bu yoqda mana og'iz ochilishiga xudo xolasa 2 xil ovqat qilayotgan ekan. Ko'chada aka nima ovqat bu? Bitta garaksiz chiqib beramiz. Qo'ziqorinli ekanda, zo'r chiqishi, ustiga oq qaymoqlardan quyib, zo'r bo'ladi. O'tinlarni ham rostakasım ekan, o'ringlar. Bu qo'plama. Bu lasos balo. Mana bunda anaqa mangal qilinadi, zo'r vobshe. Marinovka qilib qo'yilibdi. Qo'plamani ham hidini kelishini qaranglar. Mana bu yerda tashqarida chiroyli qilib joylar qilyapti. Har xil og'iz ochishga mesnoy mana bor, svejiy bor, tarus qovun bor. Suvlarning assortimentini ko'rib turibsizlar. Zamzam ham bor. Pultneylarning zo'rlari, asllari, saralari qo'yilgan. Gullarning jivoylari, xudo xolasa chotki qilib qo'yilgan. Gilos qaranglar, kattaligini. Mana azizlar, nonlarimiz birin-ketin pishib kelyapti. Xudo xolasa shiringina bu pishdi. Dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Mana bunisi mash tuz beramiz hozir. Buni ham shu tuz beramiz. Xudo xolasa buni ham dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Go'shtli. Mana azizlar, xudo xolasa nonlarimizni ham bismillah deb sekin uzishni boshladik go'shtli nonlarimizda. Ha, okey, tamam. Yangi tandirda birinchi marta ishlayapti. 8 tadan oldik. Tarifi qurban aytib Mana azizlar, nonlarimizdan ham xudo xolasa og'iz ochilishiga 1 minut qolganda oxirgilarini uzib berib yubordik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat xo'p. Mana og'izlarni ham ochib oldik, xudo xolasa. Ne'matlarning ko'pligini qaranglar. Nonlar, go'shtli. Okan baraka topsinlar.